Churrani belgisi haqida so'ramoqchiman, chunki ba'zida biz aytamiz, voy belim og'rib qoldi, voy tortishyapti, shamolladimikan, tuz yig'ildimikan deymiz, lekin churrani uchta belgisini ayting, shifokorga yugurib boradigan belgisini. Avvalambor diz churrada birinchi boshlanishda belda og'riq bo'ladi. Aha. Belda og'riq bo'ladi. Qayerda joylashishdan qat'iy nazar. Qayerda joylashishdan qat'iy nazar emas. Agarda bel qismida bo'ladigan bo'lsa, bel sohasida og'riq bo'ladi. Bo'yin sohasida bo'ladigan bo'lsa, bo'yin sohasida. Eng ko'p uchraydigan sohalar bu bo'yin bilan bel. Sababi bu yerda harakatchan umurtqalar hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda disk churraning paydo bo'lishi yuqori bo'ladi. Birinchi bemorlarda bo'ladigan simptomlardan biri shu sohada lokalni og'riq bo'ladi. Lokalni og'riq bo'lgan vaqtda bemorlarimiz ko'pincha boradi, aptekaga o'zi og'riq qoldiruvchilar oladi. U vaqt o'tib ketadi og'riq. Sekinlik bilan bu og'riq ko'pincha shikoyatlarni aytadiki, avval belim og'rigan edi, sekin-sekin og'riq yo'qolib, endi oyog'imga tushib boshladi deydi. Chap yoki o'ng oyoqqa og'riq berib boshlaydi. Bu grijaning keyingi bosqichlariga o'tganidan darak beradi. Bu natijasida grija kattalayotganligidan dalolat beradi. Ya'ni bemorda chap oyog'i yoki o'ng oyog'ida kuchli og'riq berib boshlaydi. Demak, mana shu belgilar bo'lsa, qaysi shifokorga borishimiz kerak? Avval vertebrologga murojaat qilish kerak. Ularning ko'rsatmalariga asosan MRT yoki MCKT tekshiruvlarini o'tkazishni tavsiya qiladi bemor. Xo'p,